postdan o'tib ketib boryapti Pervalga mana. Yuki bilan ketyapti. Yuki bilan. Postkilar o'tkazib yubordi hozir. Aynan shu mashina uchun chiqib keldik biz. Yondan ham olasanmi? Ya, bo'ldi shart emas. Chakman. 7,5 metrlik. Ay, u mashinalarda ham ola. Mana. Bo'ldi to'xtang, mashinadan qaytib oling. Postga boramiz. Endi shunday zapis bilan boramiz. Burile. Darvoza, parvoza, post, polni tushib boramiz. O'shaga aydirgan bo'lsa, hozir muzeyga gapiramiz deydi. Darvoza. Mana kitob kirish posti va darvozasi. Kim ruxsat berdi bunga? Bo'ylarda mashina o'taveradi, kambag'allik qolaveradi. Boya ko'ting 15 ta mashina qaytib ketdi yuki bilan. Nechta mashina keldi boya? Bir 20 tadan mashina. Turibdi mana. Mana shu o'tmas to'xtab oling. Mana shuga? Chakka to'xtab oling. Mana qo'li. Mana voyaga. Xodimlar turibdi. Bemalol o'tib ketyapti mashinalar lekin. Voy lekin 15 ta 20 ta mashina qaytardi ular. Assalomu alaykum. Boshliq yaxshimiz? Charchamayapsizmi? Sog'lig'ingiz zo'r. Yaxshi. Xizmat aka, boya keluvdik. Yuk mashinalar bilan. Hozir mashina o'tkazayordingiz. Rahbarlar aytdi. Rahbarlar aytdi. Rahbarlar aytsa mumkin. Hozir hech kimdan so'ramadim. Bir qaytardingiz, yana qaytarib o'tdi. Shu mashina kuzatib keldik biz. O'sha mashinada bega keldi. Aylanib yurdik orqasidan biz ham. Bo'ylaga mumkin demak. Bilmayman aka, kim, nima u odamni tanimayman aka. Qaytardim. Aqlli telefon qildi. Ruxsat berib o'tsin dedi. Xo'p dedim. Assalomu alaykum. Boshliq yaxshimisiz? Boya mashina o'tmaydi deb katta gapirdingiz. Mana hozir mashina o'tib ketdi. Qaytardingiz-da, yana qaytarib o'tkazdik. Ha? Rahbarlar Qaysi aytdi. rahbar aytdi? Qaysi rahbar? Zamnachalik Obilga. Kim ekan Obilgan ism familiya? So'rab olasiz borib. Siz o'tkazgan, sizga aytilgan-ku, o'shani ayting bizga. Rahbarda aytishga majbur emasman. Nimaga? Sabab aytinglar. Ular odam beddikilar iddan chiqqan qo'ziqorim. Bilmasaman, bor so'rab olasiz aka. 20 ta mashina keldi, 20 ta mashina ham qaytardilar edi o'zi.
Bironta mashina o'tmaydi. Hozir 303 ta o'tkazaveryapsiz. Ha? Hozir boyasiz man damgaman dedingiz. Mana chiqdi. Damga chiqdingiz mana. Rahmat chiqdingiz mana. Hozir o'tkazmayman mashina deyotgandingiz. Mana o'tkazyapsiz. Aytaman aka o'zbekchalab sizga. Rahbar O'sha aytdi. rahbarni ayting. O'tkazdi deb. Kim aytgan bu? Qiziqsa 303 to'g'ri so'rab oling. Nima Ya, qilaman u men shopirda ayb yo'q, aka, shopir. Ilyos aka. Siz aybyapsiz. Postdan siz o'tkazyapsiz-ku, aka. Hamma mashina ham kelyapti, qaysidir qayerda o'rayapsiz. Uni siz o'tkazyapsiz-ku. Rahbar aytsa o'tkazaveraman aka. Men yelkamda o'tkazaveraman. Qo'yam aytdim sizga. Bega qaror yo'q yopishga, to'g'rimi? Yopilganlik haqida qaror bir nima yo'q lekin. Topshiriq bo'lgan. Og'zaki topshiriq. Rahmat sizga. Bo'ldi. Salomat bo'ling. Rahmat.